Hoy, senga nima bo'ldi? O'lishing mumkin edi. Sen o'zingni o'ldirmoqchimisan? Anavi olov qanday paydo bo'ldi? Birodar, u axir faqat muz kuchiga ega-ku. Kim aytdi u faqat muzdan iborat deb? Men unga muz va olov kuchlarini o'rgatganman. Muz va olov uyg'unligi. Buni iloji bormi? Ruh marvaridini tushunish oson emas. O'zi sen ustozmisan yoki men? Buni sen bilasanmi yo menmi? Ma'zur tuting. Ammo biroz avval men kuchni, yovuz energiyani his qildim. Ha, his qildim. Bu albatta, bu Shiji malikasi chiqargan energiya. Sen meshqora nima deyapsan? Men bunday qilmadim. Bu senmi? Bu senmi? Bu senmi? Ha, bu men edim. Bo'ldi, bas qil, ko'nglim aynib ketyapti. Ana aytgandim-ku. Sen 3 ta sinovdan o'tding. Bugun shaxsan o'zim seni ilohiylikka ko'tarish duosini o'qiyman. Ilohiy yuksalish duosi. Men ham xuddi shunday sinovlardan o'tganman. O'shanda juda hayajonlangan edim. Hayajonlanganimdan bu duoning uzun ekanligini ham sezmabman. Bugundan boshlab sen ilohiy yo'l izdoshlari safidasan. Bu Yuhu xazinasida dunyoning eng noyob sehrli buyumlari bor. Yuqori ruh eliksiri. Sen faqat bittasini tanlashing mumkin. Biroz o'ylab olmaysanmi? Yuqori ruh eliksirini tanlayman. Allaqachon xabar jo'natgan 12 ilohiy oltin izdoshlariga. Ammo yo'l uzoq, shuning uchun barcha ustozlar yetib kelisha olmaydi. Bu safar men o'zim yirtqichlarni tutish guruhini boshqarib, ajdaholar qabilasiga qarshi yurish qilaman. Necha? Sen men bilan birga jangga borishga tayyormisan? Avval Chenteng shahriga qaytaman. Keyin esa ajdarho qirolidan hisob so'rayman. Yaxshi. Sen juda kuchlisan, ajdaholar saroyini butkul yo'q qilishda menga yordam berasan. Men seni oldingdagi qarzdlarimdan qutuldim. To'xta, tanam tiklangach birga ajdaho saroyiga boramiz, xo'pmi? Yaxshi bilaman. Borsang faqat o'zingga azob uqubat orttirasan. Keyingi safar uchrashganimizda biz do'st emas, dushman bo'lamiz. Yo'q, bu juda yomon. Hoy, sen keta olmaysan. Ajdaho saroyiga yetmasdan ruhing parchalanib ketadi. 9 ajdar ilohiy olovi. Iltimos, biroz tinchlan. Hozir borganing bilan hech narsani o'zgartira olmaysan. Meni o'z holimga qo'y.
Havo yetmay qoldi-ya. Sen kimsan? Men bu yerga o'z ta'limotimni tushuntirishga keldim. Ao Guang, sen o'z jinoyatlaringni bilasanmi? Demak, barchasi oshkor bo'ldimi? Ao Bing, u hali tirikmi? Meni nima qilsanglar ham tayyorman, faqat o'g'limni qo'yib yuboring. Mani gaplarni bas qil. Osmon saroyi seni ajdaholar qabilasiga dengiz yirtqichlarini nazorat qilish uchun yuborgandi. Chengtang qal'asi vayron bo'ldi. Chentang qal'asi? Ajdarlar dahshatli jinoyat sodir etishdi. Men samo adolatini tiklashim zarur. Barcha kuchni jamla, cheksiz ilohiy qudrat, samoviy qudrat paydo bo'lsin, hammasini bo'ysundirish vaqti keldi. Ochil! Chiq. Sizlar Chentang qal'asiga nima qildingiz? Akam, bu bizning aybimiz emas. Biz faqat o'shanda ustozning buyrug'ini bajardik. Shen Gumbao. Hammasi barbod bo'lyapti. Aka, eng avval o'zingizni asrang. Hojam, biz shunchaki qarab tura olmaymiz. Agar men jangga kirishsam, bu Qamalni bizga topshiring. Oxirigacha kurashamiz. Biz uni ushlab turamiz. yaxshi.